Hey do'st, 1 yil bo'pti o'tganingga. Sen tirikligingda yig'arkansan sinfdoshlarning hammasini. O'tganingdan keyin hech kim yig'ilmay qo'ydi. Telegram gruppamiz ham jimjit bo'lib ketdi. Sen majburlab oshga yig'arding. Gruppalarda yozinglar deb yozdirarding sinfdoshlar hammasini. Qadring bilinyapti. Marakinda ko'rishganimizcha hamma sinfdoshlar bilan. Nimadir ham qilib, hamma sinfdoshlarni yig'ib aql qilishim kerak. 19 ta paket qilib berasiz. Oho, 19 ta oilaviy qarindosh urug'laring bilan ketyapsizlarmi? Yo, Allohga shukr, oilaviy qarindosh urug'lar bilan ko'p borib kelganmiz. Bu safar hamma sinfdoshim olib ketyapman. Yo'q, aka, sinfdoshlar bilan ketyapsiz. Lekin havas qildim. Biz sinfdoshlar maktab tugatib yo'q bo'lib ketishgan. Bizni sinfdoshlar ham maktabdan keyin yig'ilmay qo'yishgan. Shuncha hammasini bitta qilib turib, umraga borib kelmoqchiman. Shu sababli insof kirib qolar, keyin yig'ilib turishar. 19 ta paketimiz hisoblab bering, nech pul bo'lar ekan? 22.800 bo'lar ekan, aka. 20.000 2800. Men sizga Telegramdan hamma sinfdosh familiya ismini tashlayman. Chiroyli sertifikat chiqarib, ramkaga solib berasiz. Ziyofat qilibmi, dachaga olib chiqibmi, hammasiga topshiraman. Mana shu ramkalaringizga. Tog'shobodasidan 500 metr o'tib, o'ngga burilib to'xtadim. Qaysi tarafga yuray? Atippaga yuraveram. Bitta lakasa tashlab bering, osonroq topib boraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashdikmi? Oho, odam ko'p dachada. Kelavering. Bugun sal ko'proq edi odam. Yo'q, mayli, ayollar, ballar ko'p ekan. Qanaqa shart-sharoitlarimiz? Tashqarida 2 ta besetkamiz bor, ichkarida 2 ta zal, 2 ta spalni va bitta ayvonimiz bor. Sharoitlarimiz zo'r ekan. Bo'lmasam yakshanba kuni bizni yozib qo'yasiz. 19 ta 20 ta balla bo'lib chiqamiz. Voy, uzr-olma. Bizning dachamiz oilaviy qo'yamiz yoki ayollarni o'zini qo'yamiz. Bolalarni qo'ya olmaymiz ana lekin. Uzr. Oilaviymidi? Juda ko'pchilik maqtashganiga shu dachani mo'ljallab chiqib turadi. Lekin men sinfdoshlarim ichida ichadigan, chekadiganlar yo'q. Bizda rahbariyatimiz ruxsat berishmaydi-da bolalarni kirishiga. Mayli, xijolat bo'lmang, boshqa dacha topaman. Oilaviy dam olgan chiqamiz unda. Mayli, sog' bo'ling. Yo'q, bergan dachang bo'lmadi. Sababi oilaviy ayollarga ekan. Dachada o'tirmaymiz. Menga bitta yaxshi fikr kelib qoldi. Ustozimiznikida o'tiramiz. Boraman hozir gaplashib, yakshanba kuni dasturxon shu yerga solamiz. O'sha yerda o'tiramiz ustozingiz bilan birga. Telefon qilaman yoki gruppaga yozaman. Bo'pti. Sherzodjon, hali 19 ta paketga yana bitta paket qo'shib bering. Ustozimga birga borib kelamiz. Pasportdan tashlab qo'yaman.